Do'stim do'stlar, bu qism darsda endi biz va'z qilish degan nima degan to'xtalamiz ham mush va'z qilish haqida da so'zlaymiz. Obyekt ko'zlangan programlash bir yangi tur bilan yana bir turni belgilashga yo'l qo'ydi. Masalan, tog' velosipedi va musobaqa velosipedining hammasining velosiped kiradi. Ularning velosiped turlari, tarmoq turi. Boshqacha qilib aytganda, velosiped ularning ot turi, yiltisi deyiladi. Yoki alohida tur, bir bala tur, ot tur deb ikkiga ayrıldi. Biz buni davomli hamda ot turnikiga biz dadimiz o'xshaydi. Bala turi bo'lsa bizga o'xshaydi hamda. Ot baliq munosabati hamda otniki ba'zi bir xoslikqa bala tur varislik qilaoladi ham uni o'zgartirib ishilta oladi. Bala tur ot turining holati va harakati varislik qildi. Albatta bunda qilishdan boshqa program tillariga o'xshab ketadi. Boshqa program tillari o'xshab ketadi. Bala tur o'z oldiga yangi o'zgaruvchi miqdor va usul qo'sha oladi ham o'ziga xos alohidlikka ega bo'lib, kona usulni qoplay oladi ham taraqqiy qildira oladi. Masalan, tog' uchun bir avtomatik surat aslatib bilsak, u qo'l turimizdan yaxshi bo'ladi. Ham bizga qulaylik olib keladi. Varis qilish faqat bir qatlamda bu yerda biz bir program bo'ligi ko'z tutildi. Yuz berib qolmasdan balki yana o'xshash bo'lmoq qatlamlardami yuz berdi. Bundaq varis qilish dum qo'yilgan bir tüp daraxtga o'xshaydi. Daraxt yiltisi ko'z oldimizga keltirsakli bo'ladi. Yana yiltisidan boshlab uchib shoxlanib bir tur daraxt bo'lib shakllanadi. Java sistemasida bu daraxtning yiltisi obyekt turidan iborat. Barliq qatlamlardagi tur hammasi obyekt. Biz bu obyekt haqida oldingi soat so'zlagan. Biz buni bu soatda yana ishkirlab ko'ramiz, ya'ni varis qilish bilan birlashtirib ko'ramiz. Turdan bevosita yoki vositalik holda yechib chiqqan bo'ldi. Obyekt turi barliq turlarning Java mafhum mashinasi ijro bo'lish ehtiyojli bo'lgan asos holat va usul bilan ta'minlaydi. Odatda qatlamlashish qancha yuqori bo'lgan sari turlar shuncha murakkab va shuncha tafsiliy bo'ldi. Varis qilishda turning kodi qo'llanishdan so'ng yana yangi kodlar qo'shilgan bo'ladi. Maqsad yangi iqtidorni barliqqa keltirish bo'lib, programni boshdan boshlab yozish hojatsiz. Bu orqali programma yozish unumini yuqori ko'targili bo'ladi dedi. Undaqda biz bugun bir telefonni misol qilib bu misolni bir ko'rib o'tsak, undaqda men bu yerga demo 11 deb qo'ydim. Yang proyekt kuraylı. Demo 11 bunun orni Gpen demo 11 şu orunda tutsun muşu köznekte yazılı kodlu. Emse bununla bir klas üstü kuray. Ondaqda bunu yan fonda barliq yan fonlarını ko'rsatsin. Mana xonshusini o'xshash yuzli. Endi biz yansın turları, yani yansın turlarına ait bir tur kuraylı.
Yanfullar dep bir çoğun tur kuraylı. Bunun da alma iPhone dep okul emas. Endi Xiaomi yana shuningdek Oppo, Vivo deb qo'shib bunga taraqqiy qildirib boqaylik. Biz mana bir yanfullar degan bir turni qurib oldik. Biz buni qurib endi buningki har bir a'zolarini ko'rib o'taylik. Masalan biz buni bir yanfun oilasi yo'g'on bir cho'ng bir tur. Bu turning ichidagi nurg'un yanfun markalari bo'ldi. Alma, Xiaomi, Vivo, Oppo degandek. Undaqda biz yana bir tur qurib bu olim turlarini ko'rib boqaylik. Bu nemaga varis qildi? Extendis varis qilish degan gap. Extendis bu yanfunlar deganga varis qildi. Varis qildi. Bunu ma'nosi o'tli. Varis qilish deb ataldi. Biz bu turni bu balisi bu ipxona iPhone degan bu balisi. Bu yanfullar degan gap bu ipxona degan gap bu yanfullar degan turga varislik qildi. Yeni at turi shu yanfullar degan mush tur shu. Undaqda biz mayay kelib bu yanfullar degan turni endi bu ipxona degan varis qildirdik. Endi bu yanfullar degan turdan biz obyekt elishimiz kerak. Undaqda obyekt alaylik. Yanfullar ipxona o'zgarib ketsin ipxona. Neo orqali obyekt elish olamiz deb biz oldingi soatda so'zlagan. Undaqda ipxona buningki buningga endi varis qildik. Bu yanfullar degan turga varis qilib endi ipxona degan buni turga ipxona degan buni turga endi qanday qilamiz deganda buningga uchurlarni, ya'ni xosligi, alohidligi va bahosi degan bir qator uchurlarni to'ldirdik. Undaqda ipxona degan bunda qilmaymiz. Bunda bu obyekt turi versin. Biz bu obyektni elbetli varis qildirgandan keyin bu obyektni hisoblayaptilar. Bu yanfundagi nomi tipi yana nomi ipxonaga nomi ipxona uni o'rtaq qilaylik. Nomi ipxona undaqda bunun tipi ipxona X bo'lsin. Undaqda buningki yana
buningki sig'imi bo'ladi. Yana bu sig'imi yumshuni uchun shuningdek sig'im deb qo'yay buni. RAM degani odatda sig'im deymizmi? Bu RAM'si 128G bo'lsin. Undaqda buningki RAM'si 128 ROM'si ma ROM RAM'si 128G RAM'si 4GB bo'lsin. Bunun bahası IMT şirketler bahası bununki 8.000 6.000 tarafıdır. 6.899 böyle. Undaqda bununki yana qo'shkartliqmi emasmi degan bir turini qo'shib qo'yay. Buningga chufoz qiymat qaytsin. Buningga endi qo'shkartliqmi buningga biz buni endi ayada buningga extend ishlatdik. Endi buningki bu bahalarını bilmesligimiz kerak edi. Buni bahalarını uçurutayam. Biz bu yerda obyekt biz bunun uçurlarını bu yerda to'ldirmaymiz. Biz faqat uni xosliklari va alayliklari degandek narsalarni belgilab beramiz. Undan keyin uçurlarını biz yan fon degan ananda ko'ramiz. Undaqda biz buning asas uçurlarini qo'lliq. Undaqda men chaqirish deb yeni bir funksiyani aldım soatga o'xshash. Birinchidan qolaylik bo'ldi, ikkinchidan ayagim ayrim birdan-birda yozib o'ltirishning hojati yo'q. Bunun nami tipi buni men ikki qatim ko'paytirib bunu ROM'si degan gap endi telefon shundan balla biladi. Endi bu ROM degan gap telefonning sig'imi bir narsa sig'imini ko'rsatadi. RAM degani sig'imniki telefonniki ichki sig'imi yumshuni ijro qilish sig'imini ko'rsatadi. Endi biz buni yozib oldik. Biz ikonini oldik. Endi biz buningga bir yangi klass qurib sizning yandagi narsani yo'qotib ketdi mushtaqda. Mana chiqdik. Endi biz yana mayada yangilar deganga Xiaomi deb bir tur belgilab ekanmiz. Bu Xiaomi'ni bir yuzikli. Buningga yani o'xshashlam vaqt tejash uchun mushni telefon asos nimalar mush bo'ldi hisoblanmalar. Shuning uchun men mushni yozib chiqay. Nami tipi degandek. Buni yozib chiqib qoldik. Undaqda yana Vivo, Oppo degandeklarni degan klasslarni qurib buningga
Bunu izleyip çıkışımız gerek. Okurken bunu video qilib buni ochib qolay. Endi biz telefonlarni asosiy o'rtoqlig'i shu endi. O'rtoqlikni iz bo'ldik. Undaqda biz bu telefonlarniki xos ataybatdan narsalarimiz bo'ldi. Undaqda biz bu yerda bu telefonlarga asos uchurini chiqarib baqilay. Undaqda biz ma'nonga ma'u atib shunama Mao Atatürk, Mao Balıtür. Biz bu Atatürk'niki bu İpkone degan nemiga bir nemisga buni extendis qilib bunga uchur qo'shdik hozir. Bunday aytganda uchur badu desakmi extendis qilib bunga Atatürk'niki xosliklarga Balıtür varis qildi. Undaqda biz varis hamsi İpkone bana varis qildi. Endi bu extendis bunga yazsam bo'ldi bu ha. Yantılar bunu varis qildi. Bu obyektni açık bilmese obyektni man tushirib olsa bu qayim qolmasin deb obyektni iz bo'lib men o'chirib aytgan edim ha. Bu İpkone'ga yantılar buni küçür olaylı. Bak. Bir olsun ticaretsin. Extendisini. Biz hem de biz objekte çıkıp aldık bunun ya. Bu Xiaomi olsun, Xiaomi türü var olsun. Extendis yantılar. Bunun varis qildi. Bunu da mütüre çıkıldı. Man küçürüp Allah'ı vakit. Bu Oppo'ya Extendis yantılar degan türü varis qiladi da bu Vivo. Undaqda hammasi shuni varis qilib bo'ldi. Biz bu olma degan bu İpkone degandan biz bu yerda bir obyektga chiqib oldik. Obyektga chiqib olib men bunga tushuntiruvchimiz surib qo'yay. Mao çoğun xasligi Mao türleri yantılar degan çoğun türler. Mao türler Mao. Mao xasligi. Şu şeyi de bilirsen. Ben bunu tutup bilip bu asli kodni sizlarga baribir ta'minlab bergan bo'lgan ekan bu buni aniqroq yozib qo'ysak yaxshi. Sizlar bir ko'rib tushuna olasizlar. Undaqda xoslik ma'lum qilibdi. Buni necha yozib qo'ygan yaxshi.
endi biz bu ipxone degandin xosliqlarini berdik, buning xosliqlarini. Bir qo'r xosliqlarini berib bo'lgandan keyin endi biz bu yerda uchurlarini to'ldirib biz maninki ati tur ma shundami? Ati turga ma varislik qildi. Eksendis yanpullar degan turga varislik qildi. Ati turi ma yanpullar ma u ipxone degan bola turi. Buningki ipxone deganga varislik qilib buningki mushundaq bir xosliqlarni o'z oldiga qo'shdi degan gap. Ham bu xosliqlarni o'zgartdi degan gap. Undaqda biz bu yerda biz undaqda ipxone degan turga varislik qildim. Orbitalli ipxone degan dinleydi. Ne ipxone. Undaqda ipxone degan ursak mana. Vivo, Xiaomi, Oppo deb tamamda bu nereden geldi desanglar mana ati turi yanpullar degandin keldi bu. Bu ati turlikning turlarini ishiltalaydi ham o'z oldiga varis qilib yana qo'sha oladi degan gap. Undaqda biz tipi bu ipxone EPS bo'lsin. Undaqda yana ipxone degan tipi bo'lib qolibdi. Nomi bo'lsin mana. Nomi mana tipi olsa nomi ipxone manimcha tipi ipxone EPS. Undaqda yana ipxone degan bahasi bu bahasıga biz IMT'sen aldık mı? Qarada IMT'sen yaptıyız. Bahası 7899. Andın yine urup yine kanda karşılıklarını yazıp ko'rib bakalım. Ramsi 4 GB ipxone romsi 128 GB 128 GB olsun. Buni yine urup qarab bakalım yine qanday qo'sh kart qo'llamdi. Bu qo'llamaydi false olsun. Undaqda biz buni bir qo'r yezib qilib bo'ldik. Undaqda yana buni ipxoneni chiqarib ko'rib bakalım. Mana nomi ipxone tipi ipxone EPS romsi 4G bahası 7899 qo'sh kart qo'llamdi false ya qo'llamaydi. Undaqda biz qo'rquvchilarni biz ma'nodan bir tur ma'nonga yanpullar degan turlar ma'lum. Turlardan bu yanpullar ma'non ati turi, ipxonening ati turi. Bu ipxone yanpullar degan varis qilib bu yerdan bir obyekt ilib bu ipxone degan ma'nodan bir obyekt ilib ondan keyin buningki xosliqlarini alayliklarni to'liq qildi degan gap. Undaqda biz Xiaomi, Oppo deganlarni bir ko'rib o'taylik. Bu Xiaomi Neo, Xiaomi
Undaqda Mavu Xiaomi. Undaqda bunun tipi Xiaomi, buniki tipi olsa Xiaomi Bazı olsa 3200 deb qo'yay. Ramsi olsa 6G, mengisi olsa 128G qo'sh karta qo'llaydi. Undaqda biz yana boshqasi nima chiqarib ko'p bakalım. Oppo New Oppo bunun endi bunun xaslari avyan biz mana ko'rib bo'lgan xaslarini atturning xaslarini balatur to'liqlay oladi ham o'zgartira oladi dedik. Biz mayada atturning xasligini ham mayada to'liqladik ham mayada o'zgartdik degan gap. Ani optikda kirib o'zgartib to'liqlab bir narsa qildik. Undaqda biz Oppo nis bo'ldik. Undaqda bu Oppo Find X bo'lsin. Yana chiqqan telefoni bu. Markası Oppo olsun. Basi bu tümünden yukarısı telefon bu. Tümün 500 olsun. Ramsi 6G128 qo'sh kart qo'llaydi chu. Undaqda biz Vivo'ni ko'p bakalım. Vivo'ningki yangi chiqqan telefonisi endi qaysi bo'lib ketdi? Vivo X21 ni ko'raylik. Biz baştaq qo'yib turay. Chunki yangi chiqqan bir telefon soati tutilmoqda. Next qudaymi? Bunun uchun biz programdan to'g'ri ifodalash uchun bu qaysi telefon bir aktör bakaya Vivo Next'ga bu Vivo Next'ga undaqda bunun bahası 3000 bo'lgan. Bu 4000 qo'ygan. Bu 4000 deb qo'yaylik bu. RAM 628 qo'sh kart qo'llaydi shundami? Biz mana buni oydinlashtirib oldik. Mana obiket ko'chirib obiket undaqda mavu turlari buni yozmışsamlar buni basanlar buldu. Endi biz hemen çıkıp ko'rib bakaylı. Men bu pek aralashib ketdi. Shunga men mandaq bir belgi bilan bunun qaysi keligini belgilish uchun belgi qo'shib qo'yay bunun araliqqa.
chiqib ko'p baqli. İpxone ek nami İpxone tipi İpxone ek sığımı adetebette yemsimine. Şunday chiqirib berdi. Buni endi qisqacha xulosalab bu yanfullar degan ati tür. Bu ati türning Vivo deganiga Mao extend qildi. Mana obyekt chiqib, buning obyektlariga bularni qo'shdik. Vivo degan qo'shdik. Qo'shib, andin bu obyektni yeni men mayada chiqdik. Bu obyektni beshida Mao atturga Vivo extend qilib varislik qildi. Varislik qilgandan keyin buni xosliqlarini ifodalab mayada ifodalab oldi. Andin biz mayada Vivo'dan obyektga chiqib buningki alanaq nemisi uchurlarni berdik. Biz mayada atturga Vivo degan klass tur varislik qilgandan keyin buning turlarini to'liqlab biz mayada bunikini chiqardik. Biz bugun yana to'liqlab yeni bir narsani ko'rdik hozir. Obyekt deganni endi texim ishkirlab ko'rdik degan gap. Buni ko'rdik, andin bu extend varis qilishni ko'rib, bu varis qildirib, bu taraqqiy qildirdik turlarini. Bu yanfullar degan turlarini bu yerda taraqqiy qildirib, andin uchurlarini bu yerda bir qor ko'rib o'tdik. Undaqda bugungi darsimiz xulosamiz tugadi. Keyingi soat darsimizda chatqush yoki mushlardan birisini so'zlayman. Undaqda keyingi soat darsimizda